bilene kişilerden ne kömürler şu kadar okuduğum meminanı kovşak kalıdığım meminanı ne bir hal oldu gibi şunda hal ne kadar isimden kaldım. Köprüm kalıp kikiydim. Ona hanımla oynayayım tizgine oşak tuğraydı. Proste kalıp kikiydim de. Ona hanımla kaç köprüm kalıp kibeş kapım gibi. Sakte yaşap gittim. Pek seriozlarına eminim olarak kışımıyım de. Kırdığımda bizden benim partnerlerim sahnedeydi. Men sözümni boshqaga pek seriozdan aytib boshlab, bir meni dedilar, menga qaradilar da, men tomoshachiga qarab turib, ular menga qarab turib, boshladilar dedilar, nima, to'g'risi o'zi kulib kuchga turalar, og'izlari kuchga turalar, lekin narsani durustlarim ekan, narsa bo'ldi ekan deb o'tirib qoldim. Shunda сөйлегенә boshlagan edim. O'zimda sezam, kalimini tege prostoy uyuqlarim tushib bora ekan. Bunlar menga qaraganda hozir davom ettirga kerak. Bular chiqmaydi deb aytdim. Hozir pek seriozный uyuqlari tushib. Bitta narsa ishlagan deb turdim da, sen faqatdan chiqarga kerak. Oy, men narsa bo'ldi dedim-da, ularga kirib ketdim-da, tezrokkina bo'lay deb uyuqlarimni dedim-da, oy, narsa deb davom etib ketib, balaqaylarga rahmat. Artistlar da meni shu vaqtda olib ketdilar. Shoxtegina mana shunday tomoshachiga yetkazishga kerak. Eslatib borib, bunda bizning darsda ekan shular qo'yilgan deb nimadir tomoshachi Allohga shukr. Mana shuni xatirlayman. Mana menim u vaqtda hozirgina suygan ishimga, u vaqtda sherik bilan qo'yda sherik bilan suv qo'ygan ko'p bilasizmi? Boshqa narsa aytilgan. U bitta eslatimda o'zimizga kerak. Xalqimda shaharmizga kerak. Obrazlar, artistlar, partnerlarimizni podvoyimizga kerak. Mana shuni qadrlayman.